Assalomu alaykum qadrli futbol ishqibozlari. Haqiqiy futbol kanaliga xush kelibsiz. O'zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliyaga qarshi bo'lgan uchrashuvda 5-0 hisobida mag'lubiyatga uchradi va jahon chempionatida guruhdan chiqish imkoniyatini juda ham pasaytirib yubordi. Terma jamoamiz ushbu uchrashuvda qanday o'yin ko'rsatgani va uchrashuvni qisqacha tahlil qilib chiqamiz. Albatta ushbu video agarda sizga yoqadigan bo'lsa, like bosib, ushbu videoni keng tarqalishi uchun bizni qo'llab-quvvatlang hamda obuna bo'lish tugmasini ham bosib qo'yishni unutmaysiz degan umiddaman. Demak, biz videoni boshladik. O'zbekiston terma jamoasi hamda Portugaliya terma jamoasi o'rtasidagi uchrashuv birinchi bo'limda birinchi daqiqalardan boshlab Portugaliya keskin hujumlarni amalga oshirdi. Ya'ni bizni jarima maydonchamiz ichida siqib qo'ydi. Bir necha keskin hujumlar bir necha bor amalga oshirilganidan so'ng terma jamoamiz futbolchilari qandaydir mandrash holatga tushib qolish. Ya'ni to'pni faqatgina outga chiqarib yuborishdan boshqa ilojlari qolmayotgan vaziyatda edilar. Va o'sha vaziyatlardan birida Cristiano Ronaldo o'sha qanotdan uzatib berilgan to'pni darvozamizga joylab qo'ydi. Bu vaziyatda Neymatovni aytishim mumkinki, darvozabon Neymatov to'sishi mumkin edi. Shu vaziyat terma jamoamizni cho'kishini boshlab berdi va mana shu vaziyatdan so'ng terma jamoamiz futbolchilari mandrash holatiga tushib qoldi va ikkinchi gol ham zudlik bilan kiritildi. Ya'ni 5-10 daqiqa o'tganidan so'ng o'sha jarima zarbasi belgilandi va ushbu vaziyatda Cristiano Ronaldo uzoqdan tepadi deb hamma o'ylab turgan paytda Mendes kelib sekingina darvozamizni ishg'ol qilib ketdi. Hech kim kutmagan edi. Bu vaziyatda ham darvozabon to'sishi mumkin edi. Yana bir endi ehtimol to'sishi qiyin deyishimiz mumkin, lekin meni fikrim bo'yicha daraja sifatiga Neymatov tushmadi bu o'yinga. Cannavaroning eng katta xatosi shu bo'ldi, ya'ni darvozabonni alishtirgani. O'tkir Yusupov bilamiz, jahon chempionatiga bizni olib chiqqan va Kolumbiyaga qarshi o'yinda ham yomon o'ynagani yo'q edi. Ko'plab mutaxassislar uni tanqid qilishdi, lekin men fikrimcha u gol o'tkazgan vaziyatlarda boshqa iloj yo'q edi va bu o'yinda Portugaliyaga qarshi o'yinda O'tkir Yusupov tajribaliroq va ham bunday o'yinlarni ko'rganligi uchun ham uni maydonga tushirish kerak edi. Bitta xato shu bo'ldi deb o'ylayman. Undan tashqari Nasrullayev ushbu o'yinning tempiga dosh bermadi va ko'p xatolarga yo'l qo'ydi. Undan tashqari himoyamizda o'sha uchlikdan Abdullayev ham boshida mandrash holatlariga tushdi, lekin va bir necha vaziyatlarda Cristiano Ronaldoni bir necha vaziyatlarda o'sha Fernandeslarni qo'yib yuborishdi. Ya'ni ikkita himoyachi bo'lgan vaziyatlarda ham to'pni olib qo'ya olishmadi Cristiano Ronaldodan. Ikkita himoyachini orasidan gol urib ketyapti. Cristiano endi farq bilinadi, albatta daraja bilindi va Cristiano va uning jamoadoshlari Yevropa tempini O'zbekistonga ko'rsatib berishdi. Va shu tariqa o'yinning birinchi bo'limi yakunlanish arafasida yana bir gol kiritildi. O'sha Portugaliya terma jamoasi hisobni 3-0 ko'rinishiga keltirdi. Terma jamoamiz shu vaziyatdan so'ng bor shijoatini yo'qotdi, lekin undan avval aytishim mumkinki 2-0 bo'layotgan vaziyatda Aziz G'aniyev gol kiritgan edi. Ammo u gol o'sha to'pni olib qo'yish jarayonida Aziz G'aniyevga o'sha Abbosbek Fayzullayev Cancelo'ni oyog'iga tepib yuborgan ekan o'sha vaziyatda to'pni olish jarayonida va bu VAR uni tekshirdi, hakamlar tekshirdi va bu vaziyatni ko'rishdi va hamma bilgan edi bu gol emasligi. Ya'ni boshida o'sha to'pni olishda Abbosbek qo'pollik ishlatib bo'lgandi. Men ham o'zi VARdan oldin bilinib turuvdi gol emasligi, ya'ni u bekor qilindi
Azbek G'aniyev chiroyli gol urgan edi, lekin o'sha jarima maydonchasi tashqarisidan shunaqangi uzoqdan suqib qo'ygan edi va bu gol tur gollari qatoriga kiritilishi mumkin edi. Albatta, nima ham deymiz, keyingi o'yinlarda O'zbekiston o'zini o'g'nab oladi deb umid qilamiz. O'sha Cristiano Ronaldoning 3-Portugaliyaning 3-golini urishi u ham ortiqchalik qildi bizga, yana ham bizni og'ir ahvolga solib qo'ydi. Ikkinchi bo'limda esa yana bir gol o'tkazib yubordik boshlanishida va o'yin so'ngiga qadar biz hujum qildik, lekin hujumlarimiz o'xshamadi. Nima deydi? Umumiy olganda terma jamoamiz jipslashmadi. Ya'ni Eron terma jamoasini qarang, Belgiyaga qarshi qanday o'yin ko'rsatdi. Ular bir-biriga jipslashib, qanday sanksiyalar asosida o'ynashyapti. Ya'ni ham bizni futbolchilarning oldida qanchalar sharoitlar yaratilyapti. Ya'ni mutasaddilarning o'zi o'sha yerda. Futbol federatsiyasidan tortib, kerak bo'lsa katta mansabli O'zbekiston Respublikasidagi vazirlar, kerak bo'lsa prezidentimiz bor sharoitni yaratib bergan, ya'ni katta mutasaddilarni ham jo'natgan terma jamoamizni qo'llab-quvvatlash uchun, hech qanday kamchiligi bo'lmasligi uchun. Endi bu sharoitlarga yarasha o'yin bo'lmadi deb hisoblayman. Baribir harakat qilib, jonini berib o'ynash kerak edi. Albatta, bu yerdan turib gapirish oson bo'lishi mumkin, lekin futbol mutasaddilari, futbol mutaxassislari tomonidan aytiladigan fikrlar nazaridan aytib o'tyapmizki, O'zbekiston terma jamoasi hech bo'lmasa yirikroq emas, o'rtacha hisobda yutqazishi zarur edi. Endi biz ham o'sha Qatar yoki Saudiya qatorida tilga olinadigan jamoaga aylandik. Ya'ni Osiyo jamoalarining eng past holatdagi jamoalar sifatida bizni ham endi e'tirof etishadi. Ya'ni O'zbekiston, Qatar mensimay qaradigan jamoalardan biri sifatida ko'radi endi Yevropa, meni fikrim bo'yicha. Nima ham deymiz, endi kelajakda shu Husanov, Abbosbek Fayzullayev kabi futbolchilarimiz ko'payishini Allohdan tilab qolamiz. Inshaalloh, albatta kelajak oldinda yaxshi futbolchilarimiz chiqib kelyapti va bunday futbolchilarimiz soni bir necha barobarga oshsa, bu terma jamoamiz uchun foyda bo'ladi. Mana qarang, 3-4 nafar Yevropada o'ynaydigan futbolchisi bilan Kolumbiya qanaqa qilib o'yin namoyish etyapti. Undan tashqari Kongo Demokratik Respublikasi o'tgan safar Portugaliya bilan durang o'ynagandi. Ularda ham shunga o'xshash, ya'ni 10 ga yaqin futbolchisi Yevropada o'ynaydi. Bizda ham shunday futbolchilar soni oshsa, keyingina biz maqtanib, ya'ni biz terma jamoamiz Portugaliyani yuta oladi, bizni terma jamoamiz Portugaliya bilan durang o'ynay oladi deb o'yindan oldin aytsak bo'laveradi. Ya'ni men aytmoqchi bo'lganim, juda ham ko'p xonandalar yoki mashhur insonlar, futbolga qiziqmaydigan insonlar ham shu Portugaliya O'zbekiston o'yiniga yopishib olishdi, trend deb ushlab olishdi. Instagram sahifalarida kuzatdim, juda ham ko'p insonlar o'zlarining reelslarini qo'yib borishdi. Ya'ni terma jamoamizdan foydalanishdi. Bu esa terma jamoamizga bosimni ham oshirib yubordi. Ya'ni qayerdagi yo'q, futbolni tushunmaydigan odamlar o'zlaricha chiqib olib futbol haqida gapirishni boshlashdi. Bu esa O'zbekiston futboliga, ya'ni terma jamoamizga ayniqsa bosimni oshirib yubordi. Bu o'yinda endi yutqizishimizni ko'rib turibsizlar, 5-0 ga yutqizdik va bu bizning darajamiz. Mana shunday insonlar bilib qo'yishi kerakki, bizning darajamiz shu. Biz bunaqa Portugaliyani hech bo'lmasa yutadigan yoki durang o'ynaydigan darajada emasmiz hali. Siz o'ylamang, biz jahon chempionatiga chiqib Portugaliyani yutib olamiz deb. Shu kabi fikrlar bildirgan insonlarga aytib o'tmoqdaman bu fikrlarimni. Ya'ni Instagramda o'yin boshlanmasdan oldin g'alaba yasab olishdi. Men ko'rdim, ko'p videolarni sizlar ham ko'rgan bo'lsalaring kerak. Endi aytishim mumkinki, terma jamoamiz keyingi uchrashuvni Kongo Demokratik Respublikasiga qarshi o'tkazadi va ushbu uchrashuvda nima qilib bo'lsa ham
g'alaba qozonishimiz kerak agarda guruhdan chiqishni xohlasak. Guruhdan chiqish uchun esa bizga faqatgina g'alaba emas, balki gollar nisbati ham muhim ahamiyat kasb etadi. Chunki boshqa guruhlardagi gollar, boshqa jamoalardagi gollar hisobini ham hisoblashimiz kerak. Shuni e'tiborga olgan holda O'zbekiston terma jamoasi hech bo'lmaganda marojna yeb qaytib kela oladi jahon chempionatidan. Qadrli tomoshabinlar, ushbu videoyimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta like bosib qo'yishni unutmang. Va keyingi videolarni o'tkazib yubormaslik uchun esa obuna bo'lishni ham unutmaysiz degan umiddaman. Xayr, salomat bo'ling.